Keksalar holidan xabar olish, ularni e'zozlash xalqimizning asrlar davomida shakllangan ezgu qadriyatlardan biridir. Farg'ona shahridagi Ipak yo'li mahallasida istiqomat qiluvchi Qodirali ota G'ofurov ham ana shunday yo'qlovlardan bahramand bo'ldi. Mohi Ramazon sabab mahalla fuqarolar yig'ini vakillari otaxon xonadonida jam bo'ldilar. Ko'ngil so'raldi, tabarruk inson holidan xabar olindi. Nuroniylarimiz mahallamizda juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Qodirali tog'amdek duogo'y, maslahatgo'y oqsoqollarimizni holidan xabar olib, mahallani rivojlanishi uchun, tinchlik, xotirjamlik uchun nimalar qilish kerakligi haqida maslahatlashib, holidan xabar olish bizni vazifamiz va burchimiz deb bilamiz. Nuroniy otaxonlarimiz har jabhalarda bizga yordam berishyapti. Qolaversa mana yosh oilalarni tinchlik, xotirjamligi, yoshlarni to'g'ri yo'lda unib o'sishi, shular hammasi shu oqsoqollarimizni, nuroniy otaxonlarimizni to'g'ri yo'lga maslahat berishlari orqali bo'lyapti desam adashmayman. Bugungi kunda Qodirali ota bir kam 90 yoshni qarshilamoqdalar. U kishi butun umrini halol mehnatga bag'ishlab, mahalla ko'y orasida hurmat e'tibor qozongan insonlardan. Hayot yo'li davomida turli sinov va qiyinchiliklarni sabr-qanoat bilan yengib o'tgan otaxon bugun ham oilasi, yaqinlari uchun ibrat maktabi bo'lib kelmoqda. Qodirali ota rafiqasi Karomatxon aya bilan birgalikda farzandlarini tarbiyalab, ularni kamolga yetkazdilar. Bugungi kunda otaxon katta va ahil oilaning 8 farzand, 22 nabira va 31 nafar chevaraning duogo'yidir. Mana enam bor edi. Enam bir joyga bir xayr xudoy shunaqa bir topsak aytsa, yengini uchiga tushlar nonini monda qilib bushlab olib kelardi menga. O'zi namlanib qolsin deb. Shunaqa qiyinchiliklarni ko'rganmiz. Hatto gugutimiz yo'q edi, gugut. Aytan qarachi, kimni mo'risidan sutni chiqyapti ekan. Birovni mo'risidan sut chiqayotgan bo'lsa borib kurakka o't solib kelardik. Ne hur xudo qo'yarni solib olib, yotib olib, pudab haligida choydamdan ichgan. Shukur qilish kerak. Katta odamlarni aytgandan chiqmasdan bir kishilar nonga zor bo'lib, non deb o'lib ketdi odamlar. Mana hozir Xudoga beadad shukur, nima ishlar topilyapti. Hatto uyingizga olib kelib beryapti hozir. Eslaringizda bo'lsin. O'zingnikimi, begonami to'g'ri bilsang, to'g'ri maslahat ber, to'g'ri yo'lga boshla, yo'ldan iloji boricha qaytarishni o'rganinglar. Shu yoshga kirib mana netijada ishlagan bo'lsam, birovni haqiga xiyonat qilmadim, birovni arkasidan g'iybat qilmadim. Kechasi kunduzi mehnatni bildik, Xudoga shukr. Har galgi suhbat davomida otaxon o'z hayot yo'li, o'tgan yillar xotiralari haqida so'zlab berishdan erinmaydi. Ayniqsa yosh avlodga tinchlikni qadrlash, birdamlik va ahillikda yashash, mehnatsevarlik bilan hayot kechirish haqida nasihatlar qiladilar. Mahalla vakillari kelgan kun ham Qodirali otaning tilidan bugungi tinch va osuda hayot uchun shukrona qilish kerakligi haqidagi fikrlar tushmadi. Barcha yurtdoshlarimizga sog'lik, salomatlik, xonadonlarga fayz va baraka tilab duo qildilar. Ko'pga bersin tinchlikni. Qo'ni qo'shni davlatlarimizga ham tinchlik bo'lsin. Ko'p odam mana sarson sarkolda o'zini yurtini tashlab boshqa yurtlarga ko'chib ketyapti. Kemalar ozarilib ketyapti. Kelayotgan moddiy yordamni ham o'tkazishmayapti. Xudo shunaqalardan saqlasin. Shularda shukronasini qilishimiz kerak. Shunday, shukronalik bor yerda fayz va baraka hukmron bo'ladi. Piru badavlatlarning pand nasihatlari esa har birimiz uchun yo'lchi yulduzdek. Shu bois nuroniylar holidan xabar olish, ularga ehtirom ko'rsatish tadbirlari Farg'onada davom etaveradi.